Mana bizga bitta bemor kelgandilar, bemorimiz. U kishini holatlari shunday ediki, nima kasallikni eshitsalar yoki o'qisalar yoki ko'rsalar o'sha kasallikni o'zlariga singdirib olardilar. Endi biz qisqacha gapiryapmiz, o'zlaridan eshitamiz, holatlari qanday bo'lganligini, davolanishdan keyin qanday holatga tushganliklarini va hozir o'zlarini qanday his qilayotganliklarini o'zlaridan eshitamiz. Ko'rikka kelishdan oldin qanday ahvolda edingiz? Men sizning oldingizga kelishdan oldin juda ham yomon ahvolda edim. Ya'ni hayotga qiziqishim deyarli qolmagandi. Oldingidek ish qobiliyatim yo'qolgan edi. Har kuni depressiya, har kuni bitta fikrlarni, miyamda shimishq fikrlarni o'ylab yurish, shuni hisobiga hattoki shunaqa kunlar bo'lgan, o'rnimdan turolmagan paytlarim ham bo'lib qolgan. O'zi qanaqa inson ekanligimni qisqacha aytib bersam, undan oldin men juda ham harakatchan odam bo'lganman. Yo'lim ilm sohasi bo'lganligi uchun asosan dars qilish bilan shug'ullanardim. Shu qadar ko'p dars qilardim. Ba'zi kunlari 14 soat dars qilgan paytlarim ham bo'lgan. Ya'ni men vaziyatim uchun turish uchun aytyapman. Shu qadar aktiv edim. Miyamga hech qanaqa fikrni, ortiqcha fikrni kirgizmasdan diqqatimni 14 soat bitta joyda jamlab tura olardim. Lekin hozirgi sizni oldingizga o'sha shimishq fikrlar, ya'ni o'zimdan turli xil kasallar qidirish yoki bo'lmasam o'zimga yoqmaydigan fikrlar kelishidan murojaat qildim. O'sha paytda umuman dars qilmasdim, hattoki o'rnimdan tura olmay qolgandim dedim. Bu jarayon 1,5 yil davom etdi. 1,5 yil davom etdi. Eng katta bu kasallikdan olgan yomon situatsiyam bu meni 1,5 yil vaqtimni yutqizganim bo'ldi. Mana shu davr mobaynida deyarli hech qanaqa ish qila olmadim. Hech qanaqa foydali ish bilan shug'ullana olmadim. Shu sizning oldingizga kelganimdan keyin dorilar yozib berdingiz. Dorilar yozish paytida ham aytdingiz, Xudo xohlasa tuzalib ketasiz deganda ham sal o'zimda ishonchsizlik bor edi, shubha bor edi. Chunki men 1,5 yil qiynalib yurdim, o'sha bo'ldi bu kasallikdan menimcha chiqa olmasam kerak. Bu kasallikdan osonlikcha chiqib ketib bo'lmasa kerak dedingiz. Keyin 6 oylik muddat berdingiz. 6 oyda tuzalib ketasan deganingizdan keyin endi boshida ishonchsizlik bo'ldi, lekin dorilarni ishni boshlagandan keyin dastlabki 3 kunda effekt bilindi. 3 kundan bir haftagacha juda ko'p uxladim. Sekin-sekin uyqularim yaxshilandi. Undan oldin aytgancha esimdan chiqibdi, uyqularim yaxshi emasdi. Uyqularim yaxshilandi. Sekin-sekin dorilar ichaman, ish qobiliyatim sekin tiklashni boshladi. Hozir mana davoning nechinchi kundasiz? 1 oyligidasiz, to'g'rimi? 1 oy tugadi, 1 oylik davomiz. Yoki 2 oylikmi? 2 oylik davo. 2 oylik davo tugadi. 2 oylik davo tugadi. Hozirgi holatim haqida gapiradigan bo'lsam, men o'zi 6 oyni kutgandim. 6 oydan keyin hammasi yaxshi bo'ladi dedim, o'yladim. Chunki nimaga boshidagi fikrimga paradoks bo'lib qoldi bu narsa. Ya'ni boshida ishonmagandim dedim. Yo'q, 2 hafta dorilarni ichganimdan keyin o'zi effektni bilyapman, o'zi ichimdan ishonch paydo bo'ldi. Bo'ldi demak, men tusalar ekanman degan ishonch paydo bo'ldi. Hozir davolanish 2-oydaman. 2 oy tugab bo'ldi. Dorilarni davom ettiryapman. Hozirgi holatim haqida gapiradigan bo'lsam, oldingi effektligimdan ham ko'ra kuchliroqman. Chunki eng katta sabab men o'zimda vaqtimni qadrini bildim, keyin diqqatni bitta joyda jamlay olishim, ortiqcha fikrlarni o'ylamasdan yurishim bir ne'mat ekanligini tushunganimdan keyin bildim, demak sog'lom bo'lgan paytda ko'p ishlarni qilib, ko'proq aktiv bo'lib, ko'proq ishlar qilib olish kerak ekan deb o'yladim. Shuning uchun hozir juda ham effektli hayotim kechyapti. Yaxshi. Sizga mana bu dorilar, giyohlar bilan davodan tashqari yana psixoterapiya qilindi. Shu psixoterapiya haqida gapirib bering. Biroz undan olgan taassurotlaringiz haqida. Psixoterapiyani o'zidan gaplashdik. Asosiy maqsad dedingiz, sizni miyangiz, ya'ni ongiz bitta dengiz bo'lsa, biz o'rtada adashib qolgan yo'lovchilarmiz dedingiz.
Biz bitta kemada yuribmiz, men sizni o'sha o'zingizni uyingizga, qirg'og'ingizga borib qo'yishim kerak dedingiz. Bu yerda men faqatgina yo'lni ko'rsatib beraman, kompас asosida bajarib beraman. Siz qolgan hamma ishni o'zingiz qilasiz dedingiz. Mana shu narsa psixoterapiya deb tushuntirdingiz. Shunday. Psixoterapiyadan olganlarim yo'nalish. O'zimni qiynaydigan savollar deyarli hammasiga javob topdim. Va o'zimga bo'lgan ishonchni bera oldingizda. Ya'ni oldin negativ o'ylar yoki bo'lmasam o'zimga yoqmaydigan fikrlar bo'lsa, uni o'zim yenga olmasdim. Yonimdagilar aytardi, yo'q, bu yaxshi emas, bunaqa o'ylama deyishar, bo'ldi, men vaziyatni tushuna olmasdim. Bunaqa o'y fikrlardan qutulishni, masalan, yaqin odamlarimiz yoki boshqa do'stlarimiz aytishi mumkin, qutul deyishi mumkin, lekin o'zingiz qutula olmaysiz. Lekin shu psixiatriyada shunaqangi bir metodlar bor ekan, u yoningizdagi yaqinlarimiz aytganchalik oddiy aytilmaydi. Siz masalan shunchalik isbotlab beriladi, sizda o'sha negativ fikrlardan qutula olishingizga ketadigan yo'lni shu qadar zo'r ko'rsatib berishadi. Shuning uchun psixoterapiya kerak deb o'ylayman. Rahmat. Tak, oldingi ahvolingizni eng yomonlik holatidan hozirgi ahvolingizni yaxshilanishi necha foizga taxminan baholay olasiz? Necha foizga yaxshilandi deya olasiz? Endi men oldingi eng yomon holatim endi 0% bo'ladi baribir. Chunki men uchun boshqalar uchun bu nisbiy narsa, ya'ni hamma o'zidan kelib chiqib foiz belgilaydi. Men uchun eng yomon holatim 0% bo'lgan bo'lsa, hozirgi ahvolim endi dorilar hali tugamadi, hali psixoterapiyani davom ettiramiz dedingiz. 80% atrofida yaxshiman. Xudo xohlasa, ishonchim bor, 100% yaxshilanishga. Xudo xohlasa inshaalloh. Lekin sizga yana bitta narsani aytay. Ahvolingiz 90-95% yaxshilansa, bu sizni ruhiy jihatdan eng sog'lom cho'qqiga chiqdingiz degani. Chunki hech qachon 100% sog'lomlik hech kimda bo'lmaydi. Odam ruhi emas. Hech qachon 100% sog'lomlik hech kimda bo'lmaydi. Masalan, hammaning ham har xil vaziyati bo'lishi mumkin. Misol uchun asablashish va hokazo bir turli xil stress faktorlar natijasida 5-10% ruhiy buzilishlar uchrab turishi mumkin. Shuning uchun siz bilan yana ozgina 10% natijamiz qoldi. 90% ga ahvolimiz yaxshilansa, 10-15% yana ko'tarsak, bo'ldi. Bizda erishgan maksimal yutug'imiz shu bo'ladi. Sizni tabriklayman. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.